Bizda hozir backstage shirinlik pishiramiz. Pishirib bo'lingan. What? Teshik yo'q. Oxirigacha ko'rsanglar shunaqa shirin narsani qilishni o'rganasizlar. Bolalarga qulay ekan. Pishirmaydi, onasi pishirib bersa, birinchilarni o'zlari qilishadi. Restoran. Oh my god, my Shayla. Xush kelibsiz deysizlar o'dagada. Restoranimizga. Restoranga xush. Boshqatda. Restoranga xush kelibsiz. Sizga shirinlik beramiz. Qani endi boshlaylik, qani bir ko'raylik. Sizlarga bir xil qilib, keyin uni o'raysizlar, rolon qilib. Har bahor yo'lingda $75 years later. Tayyor bo'lib qoldi. Sixga bitta meva, bitta tayyorlab olgan shokoladli bilinchikka taxlab chiqishadi. Vaftini 4. Nice. Bo'la keling. qanaqa chiqdi? Prям четкий. Bolalar qanaqa chiqdi? Endi bizning ikkinchi shirinligimiz. Qanchada tayyor bo'ladi bu vaftini? 10 minutda tayyor bo'ladi. Nima qilib oldik birinchi? Birinchi pankek orasiga shokolad qo'yib, ustidan pankek qo'yib, sixga tiqamiz, keyin ustidan xohishga ko'ra meva qo'yamiz. 10 minutda pishirib 5 minutda yevoramiz, ha? Bexros 2 minut yeymizmi? Ana Otajon tez ishlar kallasizlardan. Har xil qilib tashadi. Advanım. 3 xil meva qo'yasizlar bo'ldi. Har xil mevalarni aralashtirishadi. Mana ikkinchisi tayyor bo'lyapti. Mana dedi, ikkinchi shirinligimiz ham tayyor. Endi yeb ko'ramiz. Yeb ko'ringlar. Qani qaranglar. Bitta olib engashib, qani qo'ying. Yeb ko'ringlar bolalar. Nima Qanaqa qilib chiqdi deyinki? ekan? Bismillahirrohmanirrohim. Mazasi qanaqa chiqdi? Chiqdi. 2000 years later. Restoranimizga xush kelibsiz. Assalomu azizim birodarim, manaman sizga aytar so'zlarimni daram, chindanam mana bu rostdanam. Hammaga zo'r munosabatda bo'lgan, nimalarni hayotda ko'rgan, yuragidan g'ururga to'lgan biz amakivachchalar. 3 qoshiqda soldinglarmi? Hop, keyin bir chimdim razrih deydi. Chayna soda mancha bizanki vaftini. Behruz bilan Mabtini 6 oylik farqi bor. Kim katta? Kommentda yozib ketinglar. Biz bo'yicha un 3 qoshiq, sut 3 qoshiq, qolgan hammasi 1 qoshiqdan. 1 qoshiq kakao, 1 qoshiq shakar, ozgina yogurt, chimdim chorisi, yog' 1 qoshiq. Bitta shkal sovrasizlar ichiga. Ular boshlaymiz. Badam hayotda bandam yurgan. Shirinligimiz ham tayyor, endi yeb ko'rasiz. Bu qanaqa shirinlik bo'ldi? Bu ankanchilar nima bu? Buni qachon yeymiz? Maqtani qachon yeyiladi? Maktabga ketayotgandami? Ertalabki choyda, maktabga ketganda ham pishirib yeyib bo'ladi. Qachon yeymiz? Olmashi. Yeb ko'ringchi, Otajon, mazasi qanaqa ekan? Shirin. Bugunda sizga boshqacha xudok beramiz. Bu olib boshqa yegan xudoklardan Yo'l taqlatma, videoyimni taqirib qo'yib qoladi. o'zbekistonga xudok beramiz. Bugun bolalar boshqacha xuddi qilib berishyapti dadasiga. Bu yerda bodring, piyoz, sos, ketchup mayonez sosi aralashtirilgan. Sho'rteng bo'ladi. Buni keyin mana ichiga solishadi. Keyin sosiskani qo'yib olishgan. Sosiskani solishadi. Ustidan jo'xori bilan sirni qo'yib, ozgina qizdirib olishadi. Kimgadir yordam kerak bo'lsa biz amakivachchalar. Mana bu xudoklarni tayyorlaganda buni duxovkaga qo'yamiz. Mana tayyorlangan yeb ko'rasiz. Qani endi bir xudo olsa yeb ko'ramiz. Bismillah. Şimdi ko'rsat.
Ikkita sosiskali suvxo'rlar bilan buloji yeyishadi. Yaxshi chiqibdimi? O'zi mazasi yaxshi, Behruz. Yaxshi chiqdimi? Kelinglar, mana endi sizlarni ko'ramiz, fikringlarni qo'llagan. Qani yeb ko'ringlar-chi? Qani, vaqt qilmadi ekan. Zo'r deb qo'yilur. А что, так можно было, что ли? Zo'r!